Qo'shni! Ey qo'shni! Ha! Ay kelavering. Ya shu qo'shni ham jonga tegdi-da. Nima ishi bor ekan, ha? To'xtatmang. Ishlarim qolib ketadi, qo'shni. Boshimizni olib ketdimcha sho'q, ha? Demaxot qo'yish esdan chiqib qolgan ekan shu. Demaxot ochtiryapman. Shu ustalarda jicha bee'tiborsizligidan demaxot qolib ketib qoldi. Bu nima gap bu? Buni ham ovoz chiqadimi? Buni ham ovoz chiqadi, endi iloji yo'q ekan endi. Bu ustalarimiz bu shovqinsiz ish bitmaydi. Endi shovqini bilan shu kerakli joy bo'lsa betonlarni shu joylarga yuvinib berishadi. Keyin stashga quyib yuborgan bo'lsangiz, hali gulxona ochish kerak bo'lsa, shu joyni to'rtburchak qilib gulxona ochib berishadi. Ha, kesiladigan apparatmi? Ha, kesib turog'i kerakli. Portichkalar. Mana endi u portichka ham ochtiramiz. Portichka ham ochtiryapmiz. Ha, portichka. Men shuncha aytganman qo'shni, bir kundan qochsang, o'ni usta ayting deganman. Portichka ham qo'ymay ketibdi. Ha, ustalar o'zimiz usta turmaganimiz bu. Demaxot ochayotgan o'ni ustami ish qildi? Ha, bu ustaga omma gap bo'lishi mumkin. Bir ikki ishlarni ko'rib chaqirdim-da. Gaplashaylik. Ha, bir gaplashing. Shunaqa demaxot ochish ishlari bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizning ishimizda devor kesish, stashka kesish, asfalt kesish va unaqa joylarga portichka, eshik ochish xizmatlarimiz bor. Farg'ona bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Pastga telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar.